Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 13-aprel 2025-yil. Xudo xolasa mana yangi obyektimizni boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, prognosni urib qo'ygan. Bularni polnab tashlaymiz. Polni buzib tashlanadi prognoslar. Mumkin tarnovlarni ham bog'ishtiramiz. Mana bu tomonlari ham bo'ladi mana. Shapkalarni ko'ryapsizlarmi? Polni shapkasi bo'ladi. Mana aziz tomoshabinlar, prognoslar qilingan. Bularni hammasini buzib tashlaymiz. Mana. Mana aziz tomoshabinlar, ko'ringlar, darvozaxonalarga polni prognoslar qilingan. Mana polni bularni buzib tashlaymiz. Devor ko'tadan tashlaymiz bir yo'l. Mana ko'ringlar. Mana shu joylarni chiroyli qilib, mana bu to'rtburchak ichi bo'ladi. Mana bu shapkalar keyin mana aylanasiga. Mana shu joy hammasi bo'ladi. O'sha balanddagi shapkalar, o'sha narodagi shapkalar, frontoncha, mana bu shapkalar polni. Xudo xolasa kanalimizni kuzatib boringlar. Bitgandan keyin yana xudo xolasa video syomka qilib qo'yamiz. Ishimizga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Qanaqa chiqadi mana. Bundan oldingi holat qanaqa turibdi? Biz xudo xolasa mehnat qilganimizdan keyin qaysi holatga keladi? Mana ko'ringlar. Tunugalab kelib qo'yilgan mana 1 metrlik reykalarimiz kelgan. Ana shapkalar polni aylanadi xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga. Xudo xolasa narx-navolar haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga kanalimizga obuna bo'linglar. Videolarimiz keng tarqalishi uchun bitta like turib qo'yamiz. Doimo sog' salomat bo'linglar.